har kuni 5 daqiqa vaqt ajratsangiz, natija sizni hayratda qoldiradi. Gap qanaqa mashg'ulot haqida ketayotgani hali ham tushunmadinglar. Sizlar like bosinglar, men sizlarga hozir o'rgataman. Buning uchun bizga oddiygina yelim qopqoqlar va qog'ozlar kerak bo'ladi. Yelim qopqoqlarning ustiga bir dona shakldan, qog'ozlarning ustiga ikkitadan shakllar chizib olamiz. Biz ham bunaqa qilib chizib oldik. Ko'pchilik odamlar buni ahamiyatsiz deb o'ylaydi, lekin aslida bu mantiqiy va fazoviy fikrlashi qanchalik rivojlanganini ko'rsatadi. Bunday topshiriqlar yordamida farzandingiz shakl va chiziqlarni fikrlashni o'rganadi. O'ng va chap, yuqori va pastni farqlashni o'rganadi va tafakkurini mustahkamlaydi. Bu yerda doira va chiziqcha chizilgan. Demak, bizga doira va chiziqcha kerak. Bu sizlarning hozir ko'zingizga juda ham oson bo'lib ko'rinishi mumkin, lekin farzandinglar uchun bu murakkab vazifa bo'lishi mumkin. Sizlarga mashqimiz yoqqan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring.